Polka. Yo bismillah. Jo'ralar, seni davring o'tdi deganlarga bizni davr endi boshlandi. 2026-yilda trend bo'lib turgan gipki kamerlar bo'ladi. Buni ursangiz ham, so'ysangiz ham xafa bo'lmaydigan eng zo'ridan bo'lar ekan. Akalarimiz, Farg'onaning Rishtonida akalarimiz 1 kvadrat metrni usta haqqisi, materiali, dastavkasi hamma yo'q ichiga 90 mingdan qilgan. 90 ming ichiga nima deganlarga ko'rib turgan mana shu gipki kamerlari, ichiligi, laki, gruntовkasi tayyor tekis devorda 90 ming so'mdan berar ekan. Toshkentga, vohaga kelishilgan holda bo'lar ekan. Ya'ni ko'rib tursa, bu issiq bo'ladigan bo'lsa, bemalol yursangiz bo'ladigandan bo'ladi. Mana bu ko'rib turganlaring miraxmir toshmas, bu ham gipki kamer bo'ladi, tabiiy toza mahsulot bo'ladi. Endi yorilib ketmaydimi, ko'chib ketmaydimi deganlarga qisqa chidamlikan, kirishlar tushmas ekan, yorilmas ekan. Xohlagan fasonlaring bor, ranglari, razmerlarini siz xohlagan razmer fasonlarda qilib berishaver ekan. Aslan Umar qoldiraman. Bu ko'rib turgan joylaring Farg'onaning Yozyovon tumanida bo'ladi. Ustakalarimiz Farg'onaning Rishtonida.